Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bizi Mega Avto 7070 kanalini obunachilari. Mana bugun yakshanba, Andijonda mashina bozor. Ramazon ham mehmon bo'lib qoldi. Xudo xolasa oz qolyapti. Bugun 8-mart. Bugun onalarimizni, opa-singillarimizni bayrami. Xo'p, hammalarini kollektivimiz nomidan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Baxtimizga hamisha ayollarimiz sog' bo'linglar. Musofir yurgan opa-singillarimizga alohida tabriklaymiz ularni ham. Salomat bo'linglar hamisha. Xo'p, mashinalarimiz sotuvda. Kia K5, Jetower X70, mana Captiva'lari, oq qoralari. Ular hammasi sotuvda. Ko'ringlar, mashinalarimizdan. Jetower, Dashing, Kia K5, mana X70, Malibu 1. Ular bozor tugatdi, endi tushib ketyapmiz. Salonga olib tushib mashinalarni qo'yamiz. Xullas, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilikni zo'rlari hali oldinda. Yana bir bor opa-singillarimizga bayram muborak. Salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.